Assalomu alaykum, Yandex kompaniyasi. Bugun o'yinni birinchi kuniga chiqib, 19 ta zakaz oldim. Anaqa shu YouTube yutaman deb. 930 ming so'm yutaman deb. Bir haftada. Bugun nima qiziq voqea bo'ldi. Ertalab azonda menga soat 9:38da bir anaqa Umida degan qiz anaqaga ham plastikda to'labdi-da, ham anaqa menga naqd bilan to'labdi-da. 36 ming. Endi shu qiz meni toptirib telefon qildi. Amaki, men sizga ham plastikga to'lavardim, ham bu yoqqa to'ladim dedi. Keyin u kelganimdan keyin men kontoraga telefon qildim. Mana shunaqa anaqa zakaz menga nimani nomerini topib bering, uni topib berishmadi. Hali o'rtakash haligi ehtiyot choralarini ko'raman, ehtiyot bo'ling degan odam, u yo'q odam, haligi dushman, prezident dushmanim, vatan xoini, u bizaga anaqa qildi. Keyin Umida meni topib, u menga telefon qildi. Telefon qilgandan keyin men hozir biz uchrashdik, haligi telefon orqali. Keyin u menga aytdiki, menga bitta anaqani jo'natib yuboring dedi. U telefon nomeri anaqasini bergani 3600 3129 2308 0309. Haligi pul o'tkazaman desam, neydi deb aytdi. Keyin yana anaqaga Umidaga telefon qildim. Qizim, oppoq qizim, sen pulingni o'tkazolmayapman. Keyin u menga Nazokatxon Salim Soqovani telefon nomerini, anaqasini, vizitkasini berdi. 98 60 08 25 86 53 12 85 ana plastik kartochkasini nomerini berdi. Men unga hozir shunga 36 ming so'm pulni qaytarib jo'natib yubordim-da. O'zim behod xursand bo'ldim, maza qildim. Deyman-da, hali o'rtakash shuncha odamni anaqasini, hali bolniylarini qilishiga, odamlar perjivot qilishiga, haligi vaqti ketib qolmasligiga, misol uchun shu aqlli odam topganmiz-da. Shu aqlli odam bizga mana shunaqa gaplar qilib, haligi sizlarni straxovkanglarmi nimaga? Biz shundoq, bu menga telefon qilib, men telefonimni qidirib topib, menga haligi bolnavasta qilib, mamlaqa qilib qiynalib, pul topish shunaqa. Telefon topish shunchalik qiyinmi? Nomerlarni nega bizga erkin deb bermaysizlar? Biza endi bu o'zi mana shunaqa, bu prokurorga yozib qo'yish kerak, bu haligi hokimga yozish kerak. Haligi telefonini yozib oladi, ehtiyot choralarini ko'radi deb klientlar. Biza nima, ostanovkaga boradigan bo'lsak, uni men keldim ostanovkaga yoki mana bu joyga keldim deb telefon qilaman. Telefonni endi ko'chada chorrahada turibman-u, qiyin-ku, juda ham uni topib olish qiyin-u. Imini chorrahaga klient chaqiradi. Chorrahada to'xtatadi. Qolib ketaman men. Besh ketaman bularni anaqa chaqirgan joyiga, belgilagan joyiga jo'nab qolaman deyman. Men anaqa qiynalayotgan bitta muammoni gapirdim, xolos. Mana qiynalib pulini qaytarib berish menga qiyinchilik bo'ldi. U mayli. Haligi Parkinskiy bozorga qaytganimizda to'g'ridan o'tib bo'ladi chorrahadan. Ko'cha nomlarini bilmayman endi. To'g'ri o'timda aylanib Parkinskiy bozorga kelgin deyapti. Yandex ko'rsatyapti. Klient aytdiki, mashinadan qayilgin deyapti. Men Parkinskiy tarafga qayilavering, maqulot bu yoqqa qayilib deydi. Xo'p, Parkinskiy tarafga qayildim. Qayilgandan keyin endi anaqaga tushamanmi, u chorrahaga chiqib qaytib kelamanmi deyapman. Yo'q, razvorat bor.
Qanaqa razvorat? Yangi razvorat qilingan. Bu yoqdan ham kelsangiz razvorat qilib bu yoqqa aylasiz, bu yoqdan kelganda ham razvorat qilib orqaga qaytadigan qilib zamonaviy sharoit qilib qo'yibdi zotni. Xo'p, u bundoq keldi, kelganidan keyin u bundoq qayrildi, to'g'ri o'tdi, sen kelib bor. Bundoq mashinalar turadigan haligi, shoqovazlar bor. O'shaqa shundoq o'tdi, shu tushdi, mana bo'ldi dedi. Endi men yana endi bunakini anaqa zakris qildimda, yopib, bundoq qilsam, shundoq orqamda turibdi haligi anaqasi, belgisi. 50 metr naryoqda turibdi, yo 20 metr naryoqda turibdi. Anaqa men boradigan joy, manzilim. Men endi bu yoqqa ana qarama-qarshi yura olmayman-ku. Yana endi Yandex aytgan chizig'i bo'yicha yana chorrahaga bordim. Chorrahadan haligi u yoqdan u yoqqa qayrilib 1 kilometr yoqqa yurdim. 1 kilometr bu yoqqa bundoq aylanib kelib o'sha xuddi men turgan joyimga yana xuddi shu joyga yetib keldim. Endi bunda men buni qilganim uchun klient menga o'ziga sharoitini yaqin yo'lni ko'rsatgani uchun men yana mana shuncha ovora bo'lib keldim. Endi Yandex nima deydi? Sen deydi, narushaешь дорожного движения deyapti. Запрет qilyapti. Qachon sen to'g'ri yurasan deyapti. Men nima qilay? Klient aytganini qilamanmi? Yoki Yandex aytgan chizig'i bo'yicha yuramanmi? Buni ham anaqa Yandex kompaniyasi anaqa iloji bo'lsa bir marta anaqa ipodromga borganimda xuddi shunaqa voqea bo'lganda meni zapret qilib, 1 million 200 pulimni bermadi. Ben 2 kun so'radim, bermadi. Nakleyka dedim, reklamasini, Yandex reklamasi deb o'chirib qo'ydimiz. Yandexni shilib tashladim, olib tashladim, mana oldim. Menga ruxsat ber, 2 kunda men pulimni yutib olay deb. Hozir yana ertalab menga zapret qilib qo'yishi mumkin. O'shandan xavotir olib chiqyapman. Chunki odamlar bir-biriga tushunmaydigan tushunmovchiliklar ko'p bo'lyapti. Дорожный движениеga o'zi nimani o'zi bor-ku, dan xodimi bor, radar bor, o'zi jazolayveradi. Yandex kompaniyasi sizlar menga tarbiya bermaylar. Noto'g'ri yuryapsan demayli. Bu klient olgandan keyin klient o'zi javob beradi. Klientdan oldin sen anaqa Yandex menga yo'l ko'rsatsang, shu yo'l bo'yicha klient oldiga boraman, uni yo'llarini bekitmayman-ku, narusheniya qilmayman-ku. Men klient oldimmi, klient o'zi javob bersin. Shu to'g'risida yana bir o'ylab ko'rishinglarni so'rayman. Yandex kompaniyasini yo'q odamlari, nomi bor-u, o'zi yo'q rahbarlari, shu narsani o'ylab ko'rishinglarni xohlayman. Men Yandex kompaniyani anaqasini rahbarini kimligini bilmayman. Yandex kompaniyasini o'zi ishlash prinsipini ham bilmayman. Yandex kompaniyani qonun qoidasini bilmayman. Qani shunaqa kitobi bormi? Mana bunaqa qonun bor, mana bunaqa nima bor deb chiqadigan narsasi bormi? Bolalarim, tuppoy bolalarim, nimaga bittasiga ko'p pul yozadi, bittasiga kam pul yozadi, uni ham bilmayman. Xo'p, xayr, salomat bo'linglar. Hammamiz pul topamiz deb chiqamiz. Bola chaqamizni boqamiz deb, biror narsa o'zimizdan qoldiramiz deb harakat qilamiz. Qilayotgan ishlarimiz ko'p, prezidentimizni qilayotgan ishlari ko'p, sharoitlar qilib beradi, boshqa narsalar qiladi. Hamma narsalar. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omadinglarni bersin. Faqat g'iybat, tuhmat qilmanglar. Aybsizni aybdor qilmanglar. Xo'p, xayr.